Assalomu alaykum, mening aziz va qadrdon obunachilarim. Bugun biz karam dolma ovqatini pishirib ko'ramiz va birgalikda tayyorlaymiz. Qani bo'lmasa ketdik. Avvalo piyozni yaxshilab mayda qilib to'g'rab olamiz. Mana uzumbarigimiz. Uzumbarigimizni biz bozordan olamiz. Albatta uzumbarigini bir marta yuvib olib, uni issiq suv bilan ustiga quyib olamiz va yaxshilab botirib qo'yamiz. Mana qaynagan suv va rangi o'zgaradi. Rangi o'zgargandan keyin guruch men bir kosa soldim. Go'sht xohlasang men ozgina tomat ham solaman. Ozgina rangi o'zgarishi uchun. Tuz va o'ziga xohishingizga ko'ra ziravorlar, tuz va ozgina yog' bu mazasiga o'zgacha ta'm beradi. Va yaxshilab aralashtirib olib qo'yamiz. Yana go'shtga ham demanglar. Mana uzumbarigimizdan ozgina chiqib qolgan bo'lsa, ochiqcha barigini shoxi uni olib qo'yamiz. Va mana boshladik. Shunday qilib yaxshilab o'rab olib, qozonga o'rtacha olovda 40 minutga qo'yib olamiz. Mana hammaga yoqimli ishtaha.